Kraskasi toza, tiniq holatdagi, ishi yo'q, yili baland, gazlari bilan tayyor Spark so'raganlar uchun bizda navbatdagi Spark avtomobili sotuvda 2018-yilda ishlab chiqarilgan, ikkinchi paysi mexanika korobkali, bosib o'tgan masofasi probegi 117 ming kilometr. Mashinamizga 4-pokoleniya metan оборудованияsi o'rnatilgan, texnik holatlari zo'r holatda, egasi 2 kun oldin ходовойlarni полностью qildirgan ekan. 4 ta yangi yumshoq balonlar taqilgan. Mashinani kuzovi tekis holatda turibdi. Bitta-ikkita kichkina незначительный vmyatinalarni hisobga olmaganda, kraskasi toza mashinani. Xo'p, saloniga keladigan bo'lsak, saloni ham ko'rib turibsizlar, ideal holatda turibdi, urinib qolmagan. Chexoli bo'lmasa ham sidenalar mana ideal holatda turibdi, yag'iri chiqib ketmagan, cho'kib qolmagan. Deyarli stok holatda, signalizatsiya Magicar bor, konditsioner, hamma narsalar ishlab turibdi. Absolutno toza holatdagi, ishi yo'q, gazli 18-yil Spark mexanika korobkali. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 5700 dollar. Agar shu mashinamizni kraskalari bo'lganda narxi 5000 bo'lardi. Tozaligi uchun, zo'r holatdaligi uchun narxi shunaqa. Telefon raqamlarini pastda qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmaymiz. Telegram kanaliga o'tib olsanglar, har kuni mashinalar qo'yib boramiz. Birinchi Telegramda, keyin Instagramda.